Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin vassalatu vassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi svet yo'q ekan, shu ovoz yetgancha gapirib turaveramiz endi. Kech qolib kelganlar endi xafa bo'lish yo'q. Yo'q, ora svet olib kelinglar-chi, yondimikin. Kimga buni o'qib qo'ymoqda? Alloh taoloning shariatini insonlarga olib kelgan hamda insonlarga ibrat namuna bo'lish uchun hayotlarida mana shu shariatni tatbiq qilgan payg'ambar va anbiyolarga salom va salomatlar bo'lgan bo'lsin. Payg'ambarlar silsilasidan mana Odam alayhisalomdan boshlab biz mana shu kungacha Musa alayhisalomning qissasigacha o'rgangan bo'ldik. Mana bugungi suhbatimizni inshaalloh Musa alayhisalom va Muhammad alayhisalomgacha bo'lgan bosqichdagi kelgan payg'ambarlarning hayotini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Mana shu Musa va Muhammad alayhisalomning orasida bosqichda kelgan payg'ambarlarning ulug'lari bu Davud va Sulaymon alayhissalomlar. Va Musa va Davud alayhissalomgacha bo'lgan bir qancha payg'ambarlarning hayoti ham borki, ularni bugungi suhbatda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Banu Isroilga Alloh taolo ana shu Baytul Maqdisga kirishlikka buyurgan paytda Banu Isroil bosh tortdi. Va mana shu itoatsizlik uchun Alloh taolo ularni 40 yil Sayno vodiysida sargardonlikka hukm qildi. Hech qaysi qavm tarixda bunchalik uzoq muddat jazolanmagan edi. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. Alloh taolo aytdi, albatta bu shahar sizlarga haromdir, 40 yilga yer yuzida sargardon bo'lasizlar. 40 yil sargardonlik ichida Musa va Harun alayhissalomlar vafot etdi. Mana shu Harun alayhissalomning vafot etganidan 2 yildan keyin Musa alayhissalom vafot etdi. Mana shu Musa alayhissalomning vafot etishi haqida bir qancha rivoyatlar bor, shundan birini keltirib o'tamiz. Alloh taolo hech qaysi payg'ambarning jonini unga abadiy hayotni ixtiyor qilishlik bermasdan turib jonini olgan emas. Ya'ni Azroil alayhisalom har bir insonning jonini so'ramasdan olar ekan, lekin payg'ambarlarning iznisiz ularning joni hech qachon olgan emas. Bu tushadi qatorda Musa alayhisalomdan ham Azroil alayhisalom kelib jonini olishini so'raganda, Musa alayhisalom mana aytdik, tabiati qattiq dag'alodan bo'lgan. Shu bir shapaloq qo'ygan ekan farishtani. Shunday rivoyatlar keladi. Va shunda Azroil alayhisalom Alloh taoloning huzuriga chiqib, Parvardigoro, vafot etishlikni xohlamaydigan bandaga jo'natibsan meni dedi. Va Alloh taolo tomonidan Musa alayhisalomga bir taklif qilindiki, Azroil alayhisalom uni yetkazib aytdi: "Ey Musa, xohlasangiz, o'lishingni xohlamaydigan bo'lsangiz, hozir kaftingizni sigirning ustiga qo'ying. Ya'ni sigirni veliga qo'yingki, qo'lingiz ostida nechta tuk jamlansa, har bitta tukka 1 yildan umr ko'rasiz" deydi. Ya'ni bu narsani fikr qilib ko'radigan bo'lsak, u qancha yil bo'ladi? Ya'ni Musa alayhisalomki Banu Isroilda mana shunday bir noshukrlikni, Banu Isroildan shuncha bir itoatsizlikni ko'rib, hayotdan zerikish kerak bo'lgan odam edi nazarimizda. Lekin shu kishi ham yashamoqchi bo'lgan ekan. Shunda aytdiki, keyinchi dedi. Keyin nima bo'ladi? Keyin dedi Azroil alayhisalom, baribir joningiz olaman. 1000 tadir, 2000 tadir, 5000 tadir, baribir bir kun nima bo'lasiz? Vafot etasiz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bitta jon egasi borki, o'lim sharbatini albatta totadi. Shunda Musa alayhisalom aytdiki, agar o'shunda o'lish kerak bo'lsa, hozir olaver jonimni dedi. Hech qaysi payg'ambar dunyoda abadiy qiyomatgacha yashashlikni ixtiyori berilganda xohlagan emas. Biz dunyoda eng qo'rqadigan narsamiz o'lim. O'lim nima? O'lim bu haqiqiy hayotda birinchi qadami. O'lim nima? O'lim mana shu mashaqqat dunyosidan chiqib ketishlik. O'lim nima? Bu vatanga borishlik. Odam alayhisalom jannatda yaratilganmidi? Otamizni tug'ilgan joyi yoki yaralgan joyi vatan bo'ladigan bo'lsa, hammamiz otamiz Odam alayhisalom jannatda yaralgan edi. Bizning asl vatanimiz bu jannat edi. Inson o'lsa qayerga boradi? Kunda 5 mahal peshanasini yerga qo'yib, yig'layotgan Robbisining oldiga boradimi? Ana shu sofilikda bir pokiza davrlarida bir sofi vafot etsa, uni mayitni ko'tarib, kanni sunnilar bilan olib borlar ekan qabristonga. Nimaga to'y qilasizlar desa, hatto o'yda bu. Bir umr yig'lagan o'zini ma'shuqasi 7 oshi. Bu albatta to'y deb turib, to'y qilib ko'mishgan ekan.
Ya'ni innaka mayyitun va innahum mayyitun. Siz Muhammad alayhisalom siz albatta mayyit bo'lasiz va boshqalar ham albatta mayyit bo'ladi. Mana shu narsani esdan chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham birodarlar ana shu abadiy qolishlik taklif qilingan edi. Ana shu vafot qiladigan kunlar kelgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'ldi. Yonida xizmatchi yigiti bilan Jannatul Baqiy, ana shu Baqiy qabristoniga chiqdi-da, ana shu yerlardagi mayyitlar haqiga duo qildi. Qiyomatda men qo'shnilarimni so'rab olaman Allohdan dedi. Shunda Rasululloh, sizni qo'shnilaringiz kim deyilganda, mana shu qabristonda yotganlar dedi. Shunday dedi va birdaniga holi qurib yiqilib qoldi. Payg'ambarimiz o'tkazib, jinga qarashganda sababini so'raganda bu holdan qolishligini payg'ambarimiz aytdiki, hozir menga Jabroil keldi va aytdiki, Alloh sizga Muhammad salom aytdi va ixtiyorni berdi. Xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi, butun yer yuzi sizning qo'l ostingizda bo'ladi. Bu bitta hol. Ikkinchisi, Parvardigoringizni diydoriga hozir ketishlik dedi. Shunda haligi yonda turgan xizmatchi yigit, Rasululloh bizni tanladingizmi? Bizni tanladingiz, biz bilan qolasizmi deb xursand bo'lib ketgan ekan. Tasavvur qilaylik-da birodarlar, Rasululloh tirik bo'lganda qanaqa bo'ladi hozir? Ya'ni haligi yigitning xursandchiligiga sig'masdan bizni tanladingizmi ya Rasululloh? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi deganda mana shu hadisni aytgan ekanki, har bitta payg'ambarga o'lim ro'baro qilinganda dunyoda qolishni xohlamagan dedi. Barrohil alaminal janna, Parvardigorning huzurini tanladim dedi. Mana shundan keyin bir qancha kunlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Agar bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning huzurida shirinni qonatishalik qadri bo'lganida, bu dunyoda kofirlar bir tomchi suv ichganchalik ham yashamasdi deydi. Ya'ni dunyoda bir qush qancha suv ichadi? Bir tomchi suv ichadi, bir ho'playdi. Mana shu suvni ham kofirga bermagan bo'lardim, agar dunyo sizlar o'ylayotgandek yaxshi narsa bo'lganda dedi. Kofirni qarang, musulmonlarga yaxshi hayot kechirmayaptimi? Ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dunyo mu'min uchun qafas, kofir uchun jannat. Mu'min bu dunyoda har qancha rohat bilan yashasa ham qafas, chunki oxiratda uni kutib turgan narsaning oldida bu dunyo qafas. Kofir bu dunyoda har qancha xor bo'lib, kasal bo'lib yashasin, oxiratdagi azobning oldida bu dunyo jannat bo'ladi. Chunki birodarlar, biz aytgan shu o'lim bizni va budda minhu iloji yo'q narsa, albatta o'ladi. Hamma inson o'ladi, faqat qaysi yo'lda o'ladi inson. Mana aytib o'tganimizdek, Musa alayhisalomga ham mana shu qiyomatga yashashlik ixtiyori berilganda bu narsani xohlagani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan ko'chalarda ketayotganda bir echkini o'lik bolasini sasib yotganini ko'rdi-da, shunday ushalatdiki, "Kelinglar dunyoga" dedi. "Mana dunyo" dedi. "Kim shuni mendan" dedi, "1 dinorga sotib oladi" dedi. Agar Rasululloh agar bu arziydigan narsa bo'lganda, bir manfaati, foydasi bor bo'lgan narsa bo'lganida, buni ahli egalari tashab ketgan bo'larmi deganda, dunyo xuddi shunday narsa dedi. Musa alayhisalom ham dunyoda qolishni xohlagani yo'q. Mana Musa alayhisalom vafot etganidan keyin payg'ambarlikni mana u kishini xizmatkori va izqola Musa li fatahu o'tgan suhbatimizda Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomni uchrashganini gaplashdik. Shunda yonida Yusha ibn Nun degan yigit xizmatkor bo'lib yurgan Musa alayhisalomga. U kishini vafotidan keyin Yusha ibn Nun Banu Isroilni ishini, payg'ambarlikni o'zini qo'liga oldi. 40 yillik sargardonlik tugagandan keyin Musa va Harun alayhissalomlar vafot etganlaridan keyin yo'l ochildi ularga. Ya'ni Alloh taolo 40 yilga harom deganmidi? Yo'lda topishdi va Baytul Maqdisga hujum qilishdi. Mana shu 40 yilning ichida buzoqqa sig'ingan xalqlar o'lib ketdi. Ya'ni avlod yangilandi. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballohu lakum. Sizlar uchun Alloh taolo yozib qo'ygan muqaddas yerga dedi Alloh taolo, kiringlar dedi. 6 oy Banu Isroil Baytul Maqdisga hujum qildi va 6 oy qamal qilib turdilar. Ana shu 6 oyning oxirgi kunlarida g'alaba kela boshladi. Ya'ni ular yengishni boshladi. Shaharni egallashga qarash boshlagan paytda g'alaba vaqti asr paytiga to'g'ri kelib qoldi. Mana ularda asrdan keyingi Shom paytini kirishi bugungi kunni tugab Shom payti o'tishligi ikkinchi kunni kirishligiga ishora bo'ladi. Biz islomimizda ham shunaqa. Kun 12 da almashmaydi kechqurun. Shom namozi o'qigandan keyin yangi kunni kirdida e'tibor qilinadi.
Banu Isroilga shanba kuni urushishlik, hattoki har qanday ish qilishlik harom edi. Shanba kuni dam olishlik yahudiylarda shariatida edi. Bozor kuni dam olishlik nasroniylar shariatida. Musulmonlardagi juma kuni bo'ladi. Endi kun botishlikka yaqin bo'ldi. Shom payti kiryapti. Lekin hali shaharda to'laligicha egallashgani yo'q. Hali g'alaba uchun bir qancha vaqt kerak. Vaqtni hech kim to'xtata olmaydi. Yusuf alayhisalom qo'rqdi. Shuncha qilingan 6 oy qilingan mehnat, yana ozgina muddatdan keyin agar kun botib ketadigan bo'lsa, orqaga chekinish kerak, yana boshqadan urushni boshlash kerak. Shunda u kishi quyoshga qarab aytdiki, innaka ma'mur, innaki ma'mura va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, Allohning buyruqini bajarishlikka, men ham ma'murman. Va Parvardigorga duo qildi, Allohumma mahbisha alay. Parvardigor quyoshni to'xtatib bergin endi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladi, inna ash-shamsa lam tuqbas li ahad li bashar illa li Yusha. Layali sara ila baytil maqdis dedi. Quyosh hech kim uchun to'xtatilgan emas, faqat Yusha uchun Baytul Maqdisga yurgan kunlarida ushlandi dedi. Quyosh to'xtab turdi, to Banu Isroil g'alabani oxiriga yetkazdi, shaharda to'laguvchi qo'lga oldi, keyin botdi. Ehtimol yana necha yuz yillardan keyin quyosh qaysidir vaqt 1 soat 2 soatga to'xtaganligini olimlar kashf qilar. Kashf qilarlar agar Alloh bildirsa. Shunda biz bilaylikki, biz burun bilardik bu narsani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytibdi, Yusha uchun quyoshni Alloh taolo nima qilgan? To'xtatib qo'ygan. Mana Musa alayhisalom vafotiga qaytsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, dunyoga muhabbat qo'yishlik bu hamma xatolarning boshlanishi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Salahu awwal hadihil umma biz-zuhd wal yaqin va halaku akhir hadihil umma bil bukhli wal amal." Bu ummatni avvalini nima tuzatgan? Bu ummat boshida nima bilan yuksalgan? Nima bilan aziz bo'lgan? Dunyoga behojat bo'lishligi bilan, dunyoda qalbidan chiqarib muhabbat qo'ymasligi bilan va iymon bilan aziz bo'lgan. Endi bu ummat oxiri nima bilan xor bo'ladi desa, baxillik bilan va dunyoga hirs qo'yishlik bilan deydi. Demak, 2 kere 2 ko'r deyilganda, agar bunday bo'lsa, natija bunday bo'ladi. Bu ummatning boshlanishi dunyoga muhabbat qo'ymasligi bilan, iymoni bilan aziz bo'lgan bo'lsa, oxiri nima bilan xor bo'lar ekan? Baxillik va dunyoga muhabbat qo'yishlik bilan. Alloh taolo mo'jizasini bir zohir qildi. Alloh taolo buyurdi Yusuf alayhisalomga Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisning eshigidan sajda qilgan holda Allohumma xutta anna xatoyana, shu o'tgan yillarda qilgan xatolarimizni Parvardigor kechirdi, sajda qilib kirishlikka, ya'ni ruku qilib kirishlikka Alloh tomonidan buyruq oldi. Wa in qulna dukhulu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum ragada wa qulu al-baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Vaqtiki biz ularga mana shu qishloqqa, mana shu shaharga kiringlar, xohlagandek yeb ichinglar, eshikdan sajda qilgan holda kiringlar va Parvardigor bizni xatolarimizni kechir deb aytinglar. Albatta biz sizlarning xatolarni o'chiramiz va muhsinlarga ziyoda qilamiz. Musa alayhisalom ko'rsatgan bir qancha mo'jizalardan bexabar bo'lgan, Fir'avnning holidan bexabar bo'lgan bu yangi avlod Yusuf alayhisalomni masxara qilishni boshladi. Xutto degan so'zlarga haynto deb kirishdi. Ya'ni so'zni o'zgartirishning mashinadan boshlandi. Mana bilamiz, Injilda 110 xil ko'rinishi bor. Yig'ishtirib to'rttaga qisqartirgan nasroniylar, lekin to'rtdan uyoqqa qisqara olmaydi. Chunki valabbolin, ular haqdan adashgan. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Alloh ularga buyurgan so'zni o'zgartirganliklari uchun Alloh taolo rijz balosini tushirdi. To'g'on kasali tushdi. Shu kunda o'zida shaharda egallab sajda qilib kirishlikda o'rniga bosh yotgan kunida 20 mingta kishi bir kunda vafot etdi. Ya'ni hech qachon Alloh taolo bandasiga bir baloni, bir jazoni bermaydi, to banda o'zi buni so'rab olmagunicha. Hattoki oyog'ingizga tikan kirmaydi, bejiz. Hattoki qo'lingiz qayrilib ketmaydi, bejiz. Orqani qarangda, bir qon shurib qo'ygan joyingiz bor. Yo onamizga gap baqirib chiqqanmiz, yo birodar diliga ozor berganmiz, yo Alloh yomon ko'radigan ishni qilganmiz, Alloh yaxshi ko'rganligi uchun bizga jazo beradi. Nima bo'lsin? Gunohidan tozalanmasin. Banu Isroil endi Falastinda yashashni boshlashdi. Banu Isroil ishlarini podshohlar boshqarardi, din ishlarini payg'ambarlar. Din mulkdan ajratildi. Din masjidda, cherkovda,
hayot tashqarida. Podsholar maslahat qilar edi payg'ambarlarga, lekin o'zlari bilgan ish qilishardi baribir. Podshohlik Yaqub alayhisalomni Yahuda ismli bolalarini zurriyatida o'shalarga meros bo'lib qoldi. Yahudani bolalari podshohzodalar bo'lib ketdi. Endi payg'ambarlik esa Yaqub alayhisalomning Lavi degan o'g'lini bolalariga o'tib ketdi. Ya'ni bu xuddi meros singari bo'linib qoldi bu narsa. Yusha alayhisalom podshoh edi, ham payg'ambar edi. Lekin u kishining vafotidan keyin bo'lindi. Yusha alayhisalom Musa alayhisalom vafot qilgandan keyin 27 yildan keyin vafot etdi. Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisni egallab yashashni boshladi va yana kufrga, butga sig'inishni. Baal degan shaharda Yahudilar bir toifasi yashardilar, o'sha yerda bir butni yasab sig'inishardi. Baalbak degan buti bor edi. Alloh taolo ularni hidoyat qilish uchun Yusha alayhisalomdan keyin Ilyos alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Qur'onda marhamat qiladi Alloh taolo: Astagfiru billah va inna Ilyasa laminal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Alloh rabbukum va rabb abaikumul awwalin fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun illa ibadallahil mukhlasin وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Ulamolar Baalbakka Alloh taolo Ilyos alayhisolamni payg'ambar qilib yuborganligi va qavm uni yolg'onchi qilib itoat qilishidan bosh tortganligidan boshqa ma'lumotlar keltirilmagan. Mana shu oyatga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar qilib yuborganligi aniq, boshqa sahih manbalarda ma'lumotlar keltirilmagan. Ilyos alayhisalom qavmi osiy bo'lgandan keyin mana ularni tark qilib yashiringanligi zikr qilindi. Boshqa rivoyatlarda vafot etgan deyiladi. Mana o'tgan safar aytdik, Xizr alayhisalom tirik va chiroyli o'zimizni og'zaki ijobiyatimizda shu bir so'zlar bor edi. 16 ga kirganda, 25 ga kirganda, 40 ga kirganda o'g'il bolaga uchiradi. Boshmoldog'da suvagi o'sha bo'lsin tilab. Akalar bu gap bu. Alloh taolo favajada abdan min ibadina deyapti. Meni hamma bandalarim qatori bitta banda edi deyapti. Demak, bandami? Kullu nafsin za'iqatul maut deyaptimi Alloh? Tirik jon borki vafot etadi deyaptimi? O'ldi. Yo bormi ichimizda Xizr uchraganlar? Xizr qo'llasin ham bo'lmaydi. Ular vafot etgan. Ilyos alayhisalomdan keyin Alyasa alayhisalom keldi. Alyasa haqida deyarli mana shu Qur'onda aytilgan oyatdan boshqa ma'lumot yo'q. Va Ismoil va Yasa va Yunus va Lut va kullan faddalna alal alamin. Ismoil va Alyasa, Yunus, Lut ularni hammasini butun olamlarda mufazzal qildik. Mana aytdik biz, Davud alayhisalom bilan Musa alayhisalomning o'rtasida kelgan payg'ambarlar haqida gaplashamiz dedik. Yusha, Ilyos va Alyasa alayhimussalom. Va zikr Ismoil va Alyasa va Zalkifli va kullu minal akhyar. Mana shu Qur'onda Ismoilni zikr qiling, Alyasani, Zalkiflni eslanglar, albatta ular solih kishilar edi deydi Alloh taolo. Ya'ni mana shu payg'ambar haqida faqat Qur'onda ismi keldi, boshqa ma'lumot yo'q. Banu Isroil orasida fisq fujur rivojlandi. Ularning o'rtasida bir dahshatli gunoh paydo bo'ldi, avj oldi. Bu o'zlarini payg'ambarlarni o'ldirishni boshladi ular. Hech bir kun Banu Isroil o'rtasida payg'ambarsiz o'tmadi. Kullama mata nabiy qoma nabiy Rasululloh. Bugun o'ldirishgan payg'ambar ertaga bittasi chiqaverdi. Bir vaqt o'zida 3 ta ham payg'ambar bo'ldi bitta shaharda. Bir vaqtning o'zida o'ldirishaverdi. Nimaga Alloh taolo Qur'onda eng katta qissa qilib Banu Isroil qissasini zikr qilyapti? Bularda kimligini ko'rib qo'yishimiz uchun. O'zlarini qavmidan bo'lgan Fir'avnning pishog'ini xor qilib so'yib turgan holatidan olib chiqib ketgan, dengizni yorib o'tgan, Misrda 9 ta mo'jizani ko'rsatgan Musa alayhisalomga qilgan muomalasini ko'rdik. Ya'ni shuncha ularda azizlikka olib chiqib qo'ygan payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rdik-ku. Endi itoatsizlikda, Allohga osiyligida hech kim ularga bo'lmasligini ham ko'rdik. O'shuncha Alloh aytibdi: "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim." Sen iymon qilib bergan bandalaringning yo'lini bergan. U adashgan nasroniylardan yo'li bo'lmasin, seni g'azabingga uchragan yahudiylardan yo'li bo'lmasin dedi Alloh. Shuni deb o'rgatyapti Alloh taolo. Bekorga Fotihada o'qimaymiz ki 30-40 marta birodarlar. Shu oyatlarda o'qiyotganda mana shu narsalar esimizda tursin. Amalik degan bir xalqlar bilan jang qilardi. Amalik degan bu haligi nima deymiz? Jussasi katta odamlar deb aytilar ekan. Bo'yi basti boshqalarnikidan ko'ra uzunroq bo'lgan odamlar shular bilan jang qilishar edi.
Ana shu janglarning birida Banu Isroil yengiladi. Qaqshatqich mag'lubiyatga uchraydi va o'zlarida bo'lgan tobutni oldirib qo'yishadi. Tobut nima u? Tobut bu yog'ochdan bo'lgan bir sandiq edi. Bu sandiqning ichida Musa, Harun alayhisalomning qolgan kiyimlari bor edi. Musa alayhisalomning asosi bor edi. Toshlarga yozilgan Tavrot lavhalari bor edi va osmondan tushgan man bo'lar edi. Ular mana shu lavhani ko'rganda biz Xudoyarlar qilgan xalqmiz, bizni peshonamizni Alloh taolo nima qilgan zuvolamizni katta olgan deb hayliga qarashardi-da, qalbiga xotirjamlik tushar edi. Urushlarga ko'tarib borishardi. Biz bilan dengizni yorgan, ilonga aylangan aso bor. Shu narsa ularning yuragiga quvvat bag'ishlardi. Ana shu janglarda birida shu tobutni oldirib qo'yishadi. U tobut ularda birligini ramzi edi. Tobut qo'lidan chiqib ketgandan keyin podsholarning ham e'tibori qolmadi. Yurtidan so'yib haydab chiqarishdi ularni xor qilib, amaliklar. Sahroga haydab chiqardi, o'zini vatanidan haydalishdi. Va favzo boshlandi. Boshbodoqsizlik, itoatsizlik. Hech kimga quloq solmay qo'ydi. Ular mana shunday bir xorlikda bir muddat yashashdi. Bu holat ana shu favzo, mana shu tartibsizlik, boshbodoqlik Alloh tomonidan ularga berilgan bir balo ekanligini tushunishdida, asta-sekin Allohga yolvorisha boshlashdi. Alloh taolo bu safar Shamuel alayhisalomni payg'ambar yubordi. Bu yana Shamun deyiladi, arabchada Ismoil deyiladi. Bizda hadislarda keltirilgani Shamuel alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Shamuel alayhisalom Allohga ularni da'vat qildi, qavm xor bo'lganligini ko'rdi. Najot faqat Alloh taoloning payg'ambarga itoat qilish bilangina bo'lishini tushundida, asta-sekinlik bilan Shamuel alayhisalomga itoat qilishni boshlashdi. U kishini da'vatini qabul qilganlardan keyin Banu Isroil aytdiki: "Ey Shamuel, sen bizga boshimizni bir qilib, bizni birlashtirib, amaliklarga qarshi urushga boshlab boradigan podshohni tanlab bermaysanmi? Bizga podshoh kerak bo'lyapti" deydi. Alam tara ila al-mala'i bin bani Isroil min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Banu Isroildan bo'lgan malolarni ko'rmaysizlarmiki, Musodan keyin yashardi ular. O'zlarining payg'ambarlariga Alloh yo'lida jang qilishligimiz uchun bizga bir podshohni tanlab bermaysanmi deydi. Yusha alayhisalom bilan Shamuel alayhisalom o'rtasida 460 yil o'tgan edi. Yana biz hozir qissani boshida Yusha alayhisalom Baytul Maqdisni oldi dedik. Endi hozir gapirayotgan vaqtimizgacha 460 yil vaqt o'tdi. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Agar sizlar so'rayotgan jang, jihad farz qilinsa, gapinglardan qayta itoatsizlik qilarmikinsizlar? Shundan qo'rqaman deb. O'zlari so'rayapti. Bizga podshohni saylab bersin Alloh, u bizni amaliklarga qarshi boshlab borsin. Qalu va ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Nima ko'rishmaymiz? Nimaga orqaga qaytamiz? Axir bola chaqamizdan mahrum qilishdi, yurtimizdan haydab chiqarishdi. Nimaga borib urushmaymiz? Bizga podshohni saylab bergin deydi. Amaliklar Quddusdan haydab chiqarayotganda Buxtu Nasr degan bir zolim podshoh bo'ladi, ularning podshohi ularni nihoyatda xorlab, so'yib qolganlarni Baytul Maqdisdan haydab chiqarganlar. Mana shu narsaga ishora qilishyapti. Yurtimizdan haydaldik, bola chaqamizdan mahrum bo'ldik, nimaga urushmaymiz? Alloh taolo Shamuel alayhisalomga ana shu jihodni farz qildi. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallohu alimun biz-zolimin. Qachonki ularga ana shu qitol, jang, jihod farz qilinganda juda ko'pchiligi itoat qilishdan bosh tortishdi. Faqat ozginasi Shamuelga itoat qildi. O'zlari ixtiyori bilan so'rashgandi bu narsani. Lekin Alloh tomonidan kelganda itoat qilishdan bosh tortishdi. Mana Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda adadi qancha edi ularda? 600 ming edi. Oradan qancha yil o'tdi? 500 yil o'tyapti. Chunki 40 yil sargardonlik bor. Yusha bilan Shamuel orasida 500 yil o'tdi. Endi bularning soni millionlardan oshib ketdi. Ana shu bir necha milliondan oshgan yahudlarning ichidan birodarlar 8 mingta odam payg'ambarga itoat qildi, jihad qilishlikka rozi bo'lib chiqishdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Sanab ko'ringlar, bu yana elanadi bular. Millionlardan 8 mingta ajrashib chiqdi. Jangga boshlab boradigan podshohimiz qani dedi.
Shunda Shamuel alayhisalom Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib sayladi dedi. Tolut bu kambag'al odam edi. Teri oshiradigan ko'nchi edi. Jussasi yo'g'on, hikmatli, hakim odam edi. Lekin Yahudani bolalaridan emas edi. Podsholar doim Yahudadan bo'lib kelganini o'rganib qo'ygan yahudiylar yo'q. Bu qabul qilaymiz buni dedi. Birinchidan Yahuda emas dedi, Yahudani bolalaridan emas. Ikkinchidan kambag'al ekan dedi. Itoat qilmaymiz dedi. Undan tashqari uni Alloh tanlaganligini qaroqdan bilamiz. Sen bizga roz gapiryapsanmi? Yolg'on gapiryapsan. Bu payg'ambarga qilayotgan muomalasi bo'lardi. Va qala lahum nabiyuhum inna Alloha qad ba'atha lakum Taluta malika. Talutni podshoh qilib saylab deganda ular e'tirof bildirishdi. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna va nahnu haqqu bil mulki minhu. Yahudani bolalari, ha biz dedi podshohlikka da'vogarlar dedi. Uning ustiga kambag'al, uning ustiga Yahudani bolalaridan emas. Qala inna Alloha astafahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi val jism. Ularda Alloh taolo ularni sizlarning ichida uni tanlab oldi. Jismda va ilmda sizlardan ustun u dedi. Albatta puli baland bo'lishligi shart emas deyapti. E'tibor bering shunga. Talonchilardan emas, puli ham yo'q deyapti. Ya'ni insonlarda dunyoda bir-biriga qo'yadigan o'lchovini past balandligi shu narsa bilan-da, talonchilardan bo'lish kerak. Va nimasi bo'lish kerak? Puli bo'lish kerak. Alloh taolo bu narsaga qaramas ekan. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni meni huzurimda dedi Alloh taolo, hurmati balandinglar, mendan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Bu olimlar, puldorlar, chiroyli esligilar demayapti. Mendan ko'proq qo'rqadimi? O'sha men uchun hurmatli deyapti Alloh taolo. Alloh vallohu yuti mulkahu man yasha vallohu wasi'un alim. Alloh mulkini xohlagan bandasiga beradi. Alloh xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Qavm unamadi. Podshohlik qabul qilmaymiz buni dedi. Shunda Shamuel alayhisalom agar uni podshohligiga hujjat keltirsam, itoat qilasizlarmi? Ular ha deb javob berishdi. Yakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum va baqiyatun mimma taraka al Musa va al Harun tahmilul malaika inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Uni dedi Alloh taolo. Alloh tanlaganligini belgisi, sizlar yo'qotib qo'ygan tobutni farishtalar ko'tarib kelib, oyog'ingizlarning ostiga qo'yadi dedi. Haqiqatan qarab turishdi, oldirib qo'ygan amalchilarda qo'lda qolib ketgan tobut osmondan uchib keldi. Uchib Banu Isroilning oldiga qo'ndi. Uni farishtalar ko'tarib kelgan edi. Albatta ular farishtalarni ko'rmadi. Shundan keyin itoat qilishdi. Tog'ni ko'tarib bostirib o'raman degandan keyin itoat qilishdi. Ya'ni bu qavmni kimligini ko'rib qo'yaylikki, faqat mo'jizani keltirganda, halol qilishligi ro'baro qilinganda o'lishlikdan qo'rqib itoat qilinyapti. Tolut mana podshoh dedik, Shamuel alayhisalom ular bilan birga Falastinga qarab qaytib nima qilishdi? Yo'l olishdi. Uzoq muddat yurishgan, issiq chanqashgan, kim suvdan bir hovuchdan oshiqcha ichsa, qolsin, men bilan bormaydi dedi. imtihon qattiq bo'ldi. Chanqab kelgan, issiq, uzoq muddat suvda tepalab o'tadi, lekin bir hovuchdan ochiq ichishlikka ruxsat berilmadi. Faman shariba minhu falaysa minni va man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Suvga kelishdi, bir xo'plam ichib to'xtata olmay qoldi o'zlarini. Ichib yurishaverdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Endi 8 mingtadan 313 ta yoki 314 ta odamgina qoldi. Alloh nima qilyapti? Subhanalloh. Buxoriyda rivoyat qilingan Bara ibn Ozib roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohning sahobalari gaplashib turardik bir-birimiz bilan. Biz Badr ahli Tolut bilan birga yo'lga chiqqan qo'shinni biriga bir to'g'ri kelamiz deydi. Ular ham 314 ta edi, biz ham 314 tamiz dedi. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut va junudi. Milliondan 8 mingta chiqdi. Ajradi. Alloh taolo shuni ajratyapti. 8 mingtadan 314 yoki 303 ta odam chiqdi. Jalutni qo'shiniga ro'bara bo'lishdi daryoni kesib o'tgandan keyin. Jalut bu ana shu ro'parasidagi Baytul Maqdisni egallab turgan Amaliklarning podshosi edi. Jalut uning qo'shinini ko'rgan paytda ular aytishdiki, la taqatana al-yawma bi Jalut va junudi. Talutga bizni bugun yengishlikka quvvatimiz yetmaydi. Toqatimiz yetmaydi deydi.
Bular qancha ming masofadan, qancha minglagan metr kilometrlarga masofadan yurib kelishdi. Yana 314 ta charchagan qurol aslahalari ham zo'r emas. Endi amaliklar chiqdi u yerdan Jolibning boshchiligida. O'zini uyidan chiqdi. Tayyorgarligi zo'r, qurol aslahasi ham joyida, yana bo'ylari ham Banu Isroilga qaraganda bir necha barobar baland. Ya'ni g'alaba tamomiy ana shu Jolib tomonda. Birodalar, g'alaba sonni ko'pligi bilan, tayyorgarligini ko'p qattiqligi bilan bo'lmaydi. G'alaba iymon bilan bo'ladi. Shunday emasmi? Hayotimizda bir ba'zi bir o'rinlarda biz men qilveraman uni deymiz, bunday qilib qo'yaman deymiz, lekin qila olmay qolamiz. Kam min fiyatin qalilatin g'alabat fiyatan katiratan biiznillah vallohu ma'as sobirin. Milliondan 8 mingta chiqdi. 8 mingdan 313 ta chiqdi. Endi 313 tadan tizzasi qaltirayapti ro'para bo'lganda. 313 ta nima bo'lyapti? E'lanyapti birodarlar. G'alabaga loyiq odamlar qolyapti u yerda. G'alabani ko'tarishlikka, g'alabaga haqli bo'lgan odamlarni Alloh taolo qoldiryapti. 313 tasi qaltiradi tizzalari. Shunda albatta Parvardigoriga bir kun yo'liqishiga iymon keltirgan ba'zi kishilar aytishdiki, "Ey, una demanglar. Qancha oz jamoat katta jamoatni Allohning izni bilan yenggan-ku u. G'alaba Alloh sabirlar bilan birga bo'ladi. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga dedi. Badrda qancha edi musulmonlar? 313 ta 314 ta edi. Mushriklar qancha edi? 1000 dan ortiq edi. Lekin shu 313 ta odam Allohning buyrug'iga labday deb turib berdi, Alloh taolo minglagan farishtalar tushirib qo'ymadimi? Demak, Alloh taolo qodir bandasiga yordam berishga, lekin bandalari bu yordamga loyiq bo'lish kerak. Banda so'raganini Alloh taolo berishga qodir, lekin bandasi bu narsani olishga loyiq bo'lish kerak. Shunday emasmi? Biz duo qilyapmiz, so'rayapmiz, uni ber deyapmiz, buni ber deyapmiz, lekin shuni olishga loyiq bo'lgan kimsa Alloh taolo shunday berib qo'yadi o'zi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Taqvo qilgan bandasini har qanday mushkuldan chiqib ketadigan yo'lini ko'rsatadi Alloh va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini berib qo'yadimi? Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Allohga tavakkul qilgan, Allohga suyangan kishini g'amini hal qilish kimning zimmasiga edi? Bu kishilar, bu anbiyolar, bu sahobalar Allohning mana shunday yordamiga loyiq odamlar bo'lgan. Ularda qalbida Allohdan boshqa muhabbati bo'lmagan. Dunyo matosi kelsa, xursand bo'lib, ketsa, xafa bo'lmagan bizga o'xshab. O'shincha Alloh taolo duosini shart ijobat qilavergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarni karvonini yo'lini to'sgani chiqqan edi Badr g'azotida 314 ta odam bilan. 2 dona tuya bo'lgan ekan. Qaysi odam urushga chiqsa 2 dona tuya bilan chiqadi. Ular faqat karvonni yo'lini to'sgani chiqishgan edi. Lekin bu yerdan Quraysh 1200, 1500 har xillar bor 1000 tadan oshiq jangga tayyorlangan holda qo'shin bilan keldi. 3 barobar ko'p soni. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashiru ilayya ayyuhannas 314 ta sahobasini o'tkazib olib, maslahat beringlar, endi nima qilamiz deyapti. Nimaga so'rayapti? Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib kelishligida ansorlardan bayat olgan Madinaliklardan. Madinaga borsam, sizlar meni mollarni, jonlarni, xotin bola-chaqalarni himoya qilgandek himoya qilasizlar degan va'dasini olgan edi. Endi bu Madinadan tashqarisida bo'lyapti. Endi tashqarida bo'ladigan urushda, "Ya Rasululloh, biz sizga Madinada himoya qilamiz deganmiz. Tashqarida demaganmiz" degan tushuncha bo'lmasligi uchun so'rab olyapti. Maslahat beringlar, nima qilamiz deganda Abu Bakr turadi, urushamiz deydi. Umar turadi, urushamiz deydi. Miqdod roziyallohu anhu turadi. Mana aytdik. "Ya Rasululloh" dedi turib. "Ha biz Banu Isroil Musa alayhisolamga borsan, Robbing bilan o'shalarga qarshi urushaver, biz mana o'tirib turamiz" deymiz. Balki aytamizki, "Boring ya Rasululloh, borib ular bilan urushing. Albatta biz sizlarning yoningizda turib urushamiz" deymiz dedi. Ibn Mas'ud aytdi-yu, ana shu gap uchun butun dunyoda almashaverardim, agar meniki bo'lganda shu so'z dedi. Sa'd ibn Mu'oz aytdi, "Ya Rasululloh" dedi, "Bizga ishora qilyapsizmi?" dedi. Ansorlarga Madinani bu gapirgan hammasi Makkaliklar edi. Madinaliklardan kutyapti dedi payg'ambarimiz. "U bizdan kutyapsizmi?" javob dedi. Allohga qasam siz bergan zotga. Agar Berakul G'inoatgacha 14 ta qabila bor deydi. Islomga qarshi. O'sha yoqqa bor desalar, o'sha yoqqacha biz bilan birga urushamiz deydi. Alloh buyurgan ishni qiling. Shunda Alloh akbarda payg'ambarimiz g'alaba yoki karvonni qo'lga kirishligini ikkita bashoratni bittasini aytadi. Payg'ambarimizni himoyasida payg'ambarimizni ko'magiga o'tishga loyiq bo'ldi, Alloh taolo farishtalar tushirib qo'ydi. U bekorga tushgan bu farishtalar. Soniya vosida mag'lub bo'lish ham tayin bo'lib turdi, lekin osiy bo'lishini xohlamadi, Alloh taolo g'alabani berdi. Bular ham tushunib bo'lib turibdi.
314 odam minglagan, ehtimol 10 minglagan, jussasi ham katta. Xulolasi ham zo'r bo'lgan amallarni o'tirasa turishdi. G'alaba adab bilan emas, iymon bilan bo'lar edi. Shamluel, Tolut va solih kishilar qolganlarni iymonga chaqirdi va qam sobit turdi. Ana shu 314 dan ichida ham yaxshilari bor edi. Shular qavmini sobit turishlikka chaqirdi. Ikki qo'shin bir-biriga ro'baro keldi. Shunda valamma barazu lijaluta va junudihi qalu robbana afrigh alayna sabran va thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ular ana shu Jalutni ro'parasiga kelgan paytlarida aytishdi, Parvardigoro bizlarga sabrni bergan, qadamlarimizni sobit qilgan va kofir qavm ustidan bizni g'olib qilgan. Jalut ularning podshohi edi. Ular ichidagi eng jussasi yo'g'on edi, eng kuchli edi. Tayyorgarligi ham zo'r edi. Chiqdi-da, "Man yubariz" dedi. Kim men bilan yakka-makka urushgani chiqadi dedi. Ya'ni u davrlarda urushini tartibi bittadan polvonlari chiqaradi, ikkitadan urushib o'zini askarini ruhini ko'tarishlikka chiqishar edi. Jalut o'zi bu amaliklar yo'g'on jussasi. Bular kichkina. Jalut ularning ichidan yana yo'g'ona. Kim men bilan urushadi yakka-makka dedi. Banu Isroil qo'rqdi, hech qaysi chiqmadi. Shunda Tolut aytdiki, kim chiqadi unga dedi. Shijoatlantirib, agar kim chiqsa, men qizimni unga beraman, mendan keyin podsho bo'ladi dedi. Qaysi davlatga podsho bo'ladi? Agar tirik qolsa. Ya'ni musulmonda tafoul degan sifat. Haligi ruschada optimizm deydi. Kelajakdan faqat yaxshilikni umid qilish kerak musulmon odam. Pessimist deydi, mana kelajakka yomon nima bunaqa bo'lmaydi, unaqa bo'lmaydi. Musulmon doim yaxshilikni umid qilishi kerak. Musulmon o'sha bo'lish kerak bo'lgan sifat. Bu safar bo'lmadimi, keyin safar albatta bo'ladi. Bu safar gapim bo'lmadimi, keyin safar albatta oladi. Musulmondan ko'ngli cho'lmasligi kerak. Kim chiqsa, qizini beraman, mendan keyin nima bo'ladi? Kim ishonadi bunga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan paytda orqasidan 100 ta tuyaga mukofot qo'ydi mushriklar. Tiriga va o'ligiga 100 ta tuya dedi. Eslaylar shu davrda. Yurtidan quvg'in bo'lgan, qochib ketayotgan Rasululloh bilan Abu Bakr orqasidan Suroqat ibn Malik tushdi. Payg'ambarimizni ko'rdida 100 ta tuyani mukofoti top bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu qo'lini ko'targanda oti qumga botib qoldi. Suroqa qo'rqib ketdi, Muhammad qo'yib olmayman dedi. Qo'yib olsang senga termayman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qildi. Qumdan chiqdi, oti orqaga ketib turib, 100 ta tuya dedi. Yana orqasiga soldi. 2 marta, 3 marta shunday qilganda payg'ambarimiz aytdiki, "Ey Suroqa" dedi. "Senga Kisroning bilozlari qanday yarasharkin" dedi. Bu kelajakka bo'lgan umid qarang. Kelajakdan yaxshi narsa umid qilish qarang. O'zini yurtidan qo'rg'in bo'lgan, qochib ketayotgan odam o'sha davrdagi eng kuchli ikkita davlatda podshosini qo'lidagi bilegizni va'da qilyapti. Bu kelajakdan umid qilishni ko'ryapsizmi? Musulmondan kelajakka umid bilan qaraydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam kelib aytdi: "Rasululloh, dunyo fisq fujurga, ma'siyatga, gunohga to'ldi, zulmatga" dedi. Payg'ambar vasallam to'g'ri aytdingiz dedi. Halidan chiqib ketdi. Sahobalar o'tirishdi. Orqasidan bittasi keldi-da, "Ya Rasululloh, dunyo iymonga, nurga, taqvoga to'ldi" dedi. "To'g'ri aytdingiz" dedi. U ham chiqib ketdi. Yana sahobalar: "Ya Rasululloh, bir vaqtda o'zida ikki xil odam, ikki xil gap gapirsa, ikkalasiga ham to'g'ri aytdingiz" desa deganda, "Ha" dedi. "Ikkovi ham haq" dedi. "Har bitta odam dunyoga o'zini ko'z o'yniga bilan qaraydi" dedi. Tushunarlimi? Kelajakdan yaxshi narsani umid qilgan odam yaxshilikni ko'raveradi. Kelajakdan bir narsani umid qilmayotgan odam bo'lmayotganligini ko'radi, minusni ko'raveradi. Musulmonlar plyusni ko'rish kerak birodarlar. Endi bo'lmaydi endi, shuncha yil harakat qildik, shuncha kutdik, bo'lmadi. Endi mana qilish kerak, unaqa emas akalar. Ana shu mendan keyin podsho bo'ladi deb shijoatlantirgandan hech kim chiqmaydi. Bir eng ichidagi yosh yigit chiqib keladi, 16 ga kelgan bo'ladi hali yigit. Pastda bo'li bo'ladi. Bu kichkinalarning yana kichkinasi. Bu Davud alayhisalom bo'ladi birodar. Mana Davud alayhisalomning qissasiga yetib keldik. Ana shu podsho bo'lguncha bo'lganini aytib qo'yamiz. Keyingi darsda mana shu qissalarning eng shirinlardan bittasi Davud va Sulaymon alayhissalomlar qissasini gaplashamiz inshaalloh. Davud alayhissalom 16 yoshli yigit bo'ladi. Pastda bo'li, ko'zlari ko'p, sochlari siyrak, qalbi toza shunday bir yigit bo'ladi. Davudning qo'lida, alayhissalomning qo'lida miqlob degan qurol bo'ladi. Miqlob haligi yoshligimizda kamar tushiga kartochkani tosh qilib aylantirib o'tardik, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Uzun ip, uchiga ozgina qayish baylangan,
tosh solib aylantirib turib uloqtiriladigan bo'ladi. Jobir ro'parasiga chiqqanda, "Ey bola" deydi. "Sen kimsan?" deydi. "Qo'y" deydi, "Kichkina ekansan, seni o'ldirgim kelmayapti" deydi. Desa, "Seni o'ldirgim kelmayotgan bo'lsa, men o'ldirgim kelyapti seni" deydi. Shunda Jobir jahl qilib ustiga yuradi. Dovud alayhisalom qaranglar birodarlar, bu sababda u g'alabani beradigan, mag'lubiyatni beradigan Alloh. Qarang, o'sha kichkina odam nima qila oladi uni? Nimasiga ishonyapti bu? Iymoniga, Robbisiga suyanayaptimi? Bizni zolim qavmdan g'olib qildi, duo qildimi? Shu musulmondan shu duoda qilib turib, qo'lidan kelgan harakatni qilib qo'yadi. 3 ta mancha tashlab turib birodarlar. Miqloga solib aylantirib o'tganda peshonasiga tegib ketgan ekan cho'g'i. Peshona mana insonni tomirlar, nervlarni to'planadigan joyi. Shu 3 ta tosh o'ldirgan ekan Alloh ismi bilan. Urushni boshida narigi qo'shinni qo'mondoni o'lik bo'lib yerga yiqildi. Narsani otsanglar, narsani uloqtirsalar, uni men uloqtirdim demanglar dedi Alloh. Uni biz uloqtirdik dedi. Men odam qilib qo'ydim uni. Men pardashga o'tvardim. Men akalar, sizni kim odam qilib qo'ydi o'zi aslida? Men odamni o'qitib qo'ydim. Men qo'liga berdim. Men olib borib qo'ydim. Sen hech narsa qilmading. Sen olib borib qo'ymasang mashinangda boshqasi olib borib qo'yardi ekan. Faqat Alloh senga berib shu olib borib qo'yish deydi. Tushunadingmi? Men desa musulmondan yutkizib qo'yaveradi. Shayton kelib kelaveradi men desa. Biz men demaymiz. Musulmondan men demaydi. Allohdan. Hatto men uyimda bor aytiraman, aniq musulmondan o'ziga ishonmaydi, Robbisiga ishonadi. Dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmaydi. U birovdan umid qilmaydi, birovdan ta'ma qilmaydi, birovdan qo'rqmaydi, birovga ishonmaydi. Tushunarlimi? Bu Davud nimaga ishonib chiqdi? Va qatala Davud Jalut. Amalliklar orasida parokandalar yuz berdi. Tolut qo'shini hujum qildi, 314 ta odam mag'lub qilib tashladi narigi minglagan qo'shinda. Endi bitta eshikdan kirib qo'ylasizlar, qochib ketadi ular deganida. Shu eshikni ochib qo'ylar, sabab qilib qo'ylar deb yo'q deyishdi. Chiqib ketsa kiramiz deb Alloh taolo 40 yilga harom qildi. Endi 314 odam bitta sababini qilib qo'ydi, Alloh taolo g'olib qo'ymadi ulardan. Demak, g'alaba Allohning qo'lidan. Allohning izni bilan, birodarlar. Yengib tashlashdi ularni. Va Davud Jolibni o'ldirdi. Davud alayhisalom Tolut vafot qilgandan keyin uni qiziga uylandi. Alloh taolo unga mulkni va hikmatni ato etdi va o'zi xohlagan narsasini o'rgatdi. Yusha alayhisalomdan 460 yildan beri jamlana olmayotgan podshohlik bilan payg'ambarlik Davud alayhisalomning qo'lida jamlandi. Davud alayhisalom o'zining zamonasini ham podshohi, ham payg'ambari, ham qozisi bo'lgan edi. Bitta davlat, bitta ummat, bitta payg'ambar. Alloh taolo Davud alayhisalomning mulkini mustahkam qilib berdi. Inshaalloh mana bugun sizlar bilan Musa alayhisalom va Davud alayhisalomlarning o'rtasida kelgan payg'ambarlarni suhbatlashgan bo'ldik. Va Alloh bilan qo'llasangiz, g'alaba faqat Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi. Maqsadga musulmondan optimist bo'lganda, kelajakdan yaxshi narsani umid qilgandagina yetadi. Inshaalloh keyingi suhbatda Davud va Sulaymon alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.